Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 4 апрель 2021 жыл Сокулук мал базарындабыз. Караңыздар, койлор жакта. Баштадык. Койлордун баасын сурайбыз азыр. 120 миң сом кочкор. Канча тиш бул? Булар канчадан сурап атасыздар? 100дөн. Буларда тиш кандай? Жаш. Эки тиштер. 100 миңден экөө. Бунусу 120 миң сом. Assalamu alaikum. Kancadan kozlar? 11-12. 11 ming 12 ming so'm. Semiz kozlar. Tak. Arasan terip tartağız. Kanca soradasın? 25. Kança litre süt var? Ulağından sırt 2. Ulağdan sırt 2 litre süt var deyip 25 ming so'm. Assalamu alaikum. Bu çarva koylar kançadan? Koçkor okşayta? Bu kaçı? 14. Ha, жақсы. 14, 15. Tajikski. Kança so'm? 35. Kança tish bu? 2 yaş. 2 yaş. 35 ming so'm. Aleyküm assalam. Жақсы. Şükür. Kança ekan bu teke? 30. Qana jilchi qarayınchi. Zarvoy tekeni. 30 ming so'm. 25 dedim. 25. Nubiyski degeni. Men tanışadat qabul. Bu qancha bu? Teke? Ha, Qancha so'm? 6,5 diyor. 6,5 ming so'm, ha? 6 da. 6. Жақсы. Ay. Qo'chqorlar qanchadan? Chorva qo'ch. Ha? Nogu 25. O'z 20 20-25. Qozulu qo'y qancha aka? Oğlum koy 30 bin. 30 ming so'm. Qo'zisi yaxshi ekan. Afganskiy qo'y. Nimaga? 30 ming so'm qozisi men. Assalomu alaykum. Qanchadan bu Roman qo'ylari? 15 ming. Qancha tishlar bular? Eko 4 tish. 15 mingdan ha bular ha? Qo'chqor bu bular. Urg'achisi var mı? Onsa urg'ach. Bul qancha? Bular da 15. Bular bo'z bu qanday? Qisir. Qolgani qo'chqor. 15 dan. Narqidagi u. Yaxshi. 2 tish dedingiz, qancha tish dedingiz? 4 tish bularcha. Ha, tish bo'zelek ha. Dağı var, satılık var da. Qayerda turasiz? Vayen Antonovka. Telefon nomeringizni aytыңыз. 15'ten. Olar qo'shqar bu. Ha. 0778 94 56 94 ушул Романский qo'ylarning egasi Vayen Antonovkada turadi ekan. Qarаңыздар, dağı uyda bor ekan satqılık. Şu nomerga çalıp surasanızlar bo'ladi. Vayen Antonovka, Lenin ko'chasi 7-uyda turadi ekan. Yaxshi sotib olasiz. U teke serke qancha ekan? Qancha? 20 ming so'm. Serke cho'ng ekan. 40 kilogram et bor bu da. 40'tan жоғары береді ғой деймін. 40'tan жоғары 20 ming so'm. Bunisi qancha qarasa? 6,5.
6,5. Жақсы, жақсы. Assalamualaikum. Qanchadan qo'zilar? 10'dan, 11'den, 12'den, 15'e çeyin. 10, 11, 12, 15'ga cheyin. Mana aka. Optam jog'i. Qarangizlar. Kun yaxshi, qo'ylarning da настроенияsi yaxshi deb qo'yin. Qo'zluq qo'y qancha ekan? Qo'y 28. 28. O qo'chqorcha? Qo'chqor 40 ming. Yaxshi. Qanchadan echkilar? 18 dan, ha? Afgan qo'chqor. Bo'zmi? Bo'z echkilar 18 mingdan. Qo'zi 5600 lira. 5600. Qo'chqor. Qo'chqorlar qanchadan? Qo'chqor 40 lira. O qo'y ekan, ha? Ulg'at. Qancha so'radi asba? 24. 20 ming. 2 yil baylanadi. 2 yil bo'ldi, o'ylanib turdi, ular. Qanchadan ekan uloq? 3 ming. Отдельно sotib o'tasizmi? Qalasan, azeli ular. Ular qancha? 30 ming. 30 bu. 30. 2 bolasi bilan 30. 3 litr süt beradi. Qancha ham tug'di bu? O. O. 3. tug'ut, ha? 30 ming dedingiz, ha? Bularcha? Bular bari Mo'oleko 2 tut. Mo'oleko. Ha, Mo'oleko 1 tut. Mo'ol 30 23. Mo'oleko 18. Mo'ol 12. Yaxshi. Mo'ollar 2 litrdan jo'g'ri bo'ladi. 2. Voy, uloqlari yo'q-da ularning, ha? Qaysini uloq? Bir-birden ekan-da? Ha, agar balalar kelsa, uloqlarni отдельно sotib işte. Qanti bo'ladi buni, отдельно olib ol. Chorva qo'y, qo'zluq qo'y qancha? 5 tot qo'ydi. Ya. Sen tushgan jo'qsin. Qo'ying tartatam. 15 tot olmaydi. 15. Sen ne yo'q, sen tartgan jo'q bundan. 15 ming so'm. Qancha so'ratasiz? 17 so'ratam. Qancha 17. beradi? Qo'zi 10 ming so'm. Erteng to'yt, egiz. Qancha so'ratasiz? 12 so'radim. Charchab uyqusi kelyapti. 12 deysizmi? 12 ming so'm. To'yt erteng. Assalomu alaykum. Qancha? 100 ming. Qancha tish bu? Bu quyruqni qo'shib o'yib qo'ygan o'xshaysiz. Ha? Quyruq qo'shgan o'xshaysiz. Qancha dedingiz? 100 ming. Shunda 2 tish bo'lib qoladi, ha? 8 tish bo'ldi. Aha, 100 ming so'm. Quyruqda bor ekan. Qo'zlar qanchadan ekan? Qo'zlarni 7,5 dan qarmab o'tiramiz. Shu erkak qo'zlarni shu. 7,5 ming so'mdan ekan. Erkak qo'zlar, shurular. Shuru erkak qo'zlar. Qanchalik bular? 3-4 oy bo'lib qoldi. 3-4 oyliklar, ha? Sütdan chiqqanda qarachi. Jem, cho'p, jey. Ha, yaxshi. Chorva qo'zi, qo'chqor. Qanchadan ekan aka? Romanovskicha. 42 qo'zisi menanmi? 3 ha? 3 40 ming so'm. Qancha tish bo'ldi ekan? 3 ta tug'an, ha? Echkilarchi? 8 mingdan ulog'i bilan. Bugun erta to'ydi ekan bu echki, ha? Tak, bu ne ish qildi ekan? Qanchadan ekan bular? Qo'ylar. Sizniki emas, ha? Qo'zli qo'y qancha? Qancha oldi? Qancha oldi bu? Qo'zli qo'y? Qo'zli qo'y bu 12,5 bo'ldi. 12,5 ming so'm. Tak. Echki, esi yo'q.
Çorba koylarının da iyisi yok. Koçkorlar kadar mı? Çalan qo'chqor. Qanchadan? 25'ten so'radim. 25'ten 2 tish ekşede. 4 tish. 2 tish 4 tish 25 ming so'mdan Qo'chqor. Bular kimniki ekan buna? Ha. Sizniki mi ekan? Semiz qo'ylar ekan, esi yo'q. Tak, assalomu alaykum. Qancha ekan Qo'chqor? 30 ha? 2 tish o'xshaydi ha? 4 tish. Nari beri qilbayli qo'shingizlar. Soda olatdır mı Şehit Bey? Neke çorba koylar. Kozulu koylar kançadan bak? 20'dan. Kozulu koylar 20 ming so'm. Qanchadan ekan kozlar? Ondan gitti. Ondan ketdi. 2 qarasa? 4'ten. Ha, 4'e ketdi. Ondan. Ondan. Tak bularcha? 15'ten so'radim. 15'ten. Bu yerda bor qo'chqorlar ha? Mana aka. Var da qo'shma. Qanchaga? 30. Tak, mana 30 ming so'm. Bular qancha ekitishmi? Qo'zu. Ha, qo'zi tish sayilakmi? Qancha so'raydi? Qanchadan bo'ldi qo'zilar aka? 8'er fizikçe. Ya bilmem biro'diku. Ha, bir o'tku. Aytib qo'yaverami telefonga tushib? Qanchadan bunalarga? 15'ten so'radim qo'shqorlar. Qo'chqor 15'ten. Yaxshi, qayoqda turasiz? Qayoqda turasiz bu yoqda? Bishkek. Bishkek. Uyda dog' borda uyda, ha? Ha. Telefon nomeringiz 704 0704 25 25 05 05 09. 09. Ушул номерге чалсаңыздар болот, мына Qo'chqorlar, qo'zi Qo'chqor. Türü var ekan. Hurmatly mekendештер. Video jasalak. So'rovlar bo'lsa kommentariyada qoldiringizlar. Kanalga qatnashganini unutmangizlar. Men sizlar bilan xo'shlasham, ko'rishguncha.